Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana bugun biz ertalabdan navaralar bilan Toshkent hayvonot bog'iga tashrif buyurdik. Haqiqatda ancha go'zal. Xullas, hayvonot bog'ida juda salqin, daraxtlar ko'p, hayvonlarning ko'p turidan bor, fildan tortib jirafa, timsoh, ilonlar, har xil balolar, xullas maymun, xullas makaka deydimi, xullas limon, xullas juda uni oxiriga yetkaza olmayman, aytasham bor. Toshkent shahri hayvonot bog'iga tashrif buyurdi. Juda salqin, mana kun issiqligiga qaramay, ichkarida havo boshqacha, juda ham yaxshi. Mana navaralar maza qilishdi. Hozir obed bo'ldi, mana navaralarni mehmonxonamizda Haggi bilan tashrif oldirdi. Mana maza qilib navaralarni qo'shlanishdi. Xursandmisizlar bolalar? Abdulloh, sen ham xursandmisan? Nurullo, sen ham xursandmisan? Zo'r akamiz zafarda. Mana navaralar maza qildi. Hamma hayvonlarni ko'rishdi. Tartib ketamiz. Bitta hozir yolg'on bo'lmasa bir 3,5 soat yo 4 soatga yaqin bo'ldi-ku, aylanibmiz. Oxiriga yetib bora olmayapmiz. Yarmidan qaytdik, charchadik. Hayvonlarni tomosha qilib oxiriga yetib bora olmadik. Tanjonliklar sog' bo'lsin. Mana hayvonot bog'iga tashrif buyuringlar. Bolalaringlarni, navaralarni kelib maza qiladi. Lekin havosi juda mo'taddir. Juda ham salqin. Tanjonliklar sog' bo'lsin, omon bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.